tortni onasiga yedirish kerakmi, to'y kuni birinchi yoki ayoliga yedirish kerakmi? Bo'ldi-da, endi kimlarga havas qilyapsizlar? To'y kuni ayolni o'rtaga chiqazib qo'yib, dabdabali to'y qilib, hamma erkak qarsak olib turadi-da, sizlar kommentariyada yozyapsizlar, mana mashinaga havas qilish kerak. Mashinaqa erkak bo'linglar deyapsizlar, haqiqiy mujiklarga. O'g'il bola o'zi terlab, ishlab, o'zini to'yini o'zi qiladi-da, oddiy qilib o'tkazadi. To'y kundan keyingi hayotini o'ylaydi haqiqiy mujiklar. Onasini o'zini hurmat qiladi, ayolini o'zini hurmat qiladi, balans qiladi hamma narsani. Dabdabali to'y qilganlarni ko'piga men ishonmayman. Ko'rdik ko'pini ham. Ota-onasi qilib beradi, ayollar qadri bo'lmaydi bunda. Qiynalib erishmayapti-yu o'g'il bolalar. Kimlarga havas qilyapsizlar? Mana Instagramdan xulosa qilib tashyapsizlar ko'pchiliginglar. Havas qilmanglar, ishoninglar. Mana bunaqa tort, bunaqa narsalarga e'tibor bermanglar. Iltimos sizlardan. To'ydan keyingi narsani o'ylaylik, to'y kunini o'ylayvermasdan odam charchab ketdi-yu.